Real Madrid keyingi transfer oynasida jamoaga olib kelishi mumkin bo'lgan top 5 ta futbolchi. Real Madrid muxlislari aytishimdan oldin Madrid Inside'ga obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi deyarli aniq bo'lib ulgurgan Nico Paz. Uning o'yini bu mavsumda juda ochilib ketdi va Real uni jamoaga qaytarmoqchi. Ikkinchisi Tottenham futbolchisi Mickey van de Ven. Realda himoyachilar ko'p bo'lsa-da, bilasizki, aksariyatining jarohatdan boshi chiqmay qolgan. Bu holatda jarohatga moyil bo'lmagan va istalgan jabhada eng zo'ri bo'lgan Van de Ven ideal tanlov bo'ladi. Uchinchi transfer Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Real muxlislarining ko'ziga bo'qday ko'rinsa ham Real uni sotib olib Arsenaldan qasos olishi mumkin. To'rtinchisi Bavariya hujumchisi Michael Olise. Real Madrid Gareth Bale ketganidan buyon o'ng qanotda stabil o'yinchi topa olgani yo'q. Mastantuanoga esa biroz qovun pishig'i borga o'xshaydi. Olise Bavariyada liderlardan biriga aylanib bo'ldi va bunday hujumchi Real Madridga albatta kerak. Va nihoyat 5-inchisi. Ha, bu hamma kutayotgan Erling Haalandning transferi. Hamma biladiki, bu oson transfer bo'lmaydi, lekin ilojsiz ham emas. Har holda Perez imkonsiz ko'ringan bir qancha futbolchilarni olib kelganini ham bilasiz. Ammo bitta tarafi borki, Vinicius ketishi kerak, chunki Haaland arzon emas va u ketsa Mbappe chapga o'tadi. Vinining shartnoma uzaytirishdan bosh tortgani bu transfer ehtimolini oshirmoqda. Ma'lumotlar 365 skorsdan olindi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.